Kaz qaynonamni, Kaz opasini, Kaz erini kutgan deydilar, ana hozir keladilar. Hi guys, salom yaxshilar. Kaz qaynonamni opasi tug'ilgan kunimga 1 kilogramm go'sht sovg'a qildilar. Chunki o'tgan safar Kaz qaynukam armiyadan ozgina vaqtga aylangani kelganida 1 kilogramm go'sht sovg'a qilib, "Elnara sen yemagin, senga tug'ilgan kuningda sovg'a qilib beraman" deb aytganlari uchun bu safar faqat o'zingga deb 1 kilogramm go'sht olib berdilar. Kaz pochcham esa tug'ilgan kunimga har xil barglar, mevalar, sabzavotlar olib berdilar. Ko'rib turganingizdek bir korobka qilib ko'tarib keldilar. Sovuni ham ko'rib ketaman degandilar, lekin sovuq uxlab yotuvdi. Kaz qaynonam bu fursatdan foydalanib olay deb baraban o'yinini qani o'ynashni Kaz pochchamga ham o'rgatyaptilar. Kaz pochcham esa boshimni qotirmasdan boshqa odam topinglar, meni vaqtim yo'q o'yin o'ynashga deb so'kib berdilar. Kaz qaynonam jahli chiqqanidan Kaz itvachchamizni so'kib ketishni boshladilar. Yaxshiyam alamlarini mendan emas, itvachchadan olyaptilar, xudoga shukr. Kaz pochcham yana ozgina o'tirsam bular точно miyamni achitvoradi deb tez chiqib ketdilar.